Yo, barchaga salom bilan sizlar bilan Shoqinozodga bugungi videoda biz qishloq bilan uy qurishlar jang o'tkazamiz. Agar sizlar kanalga tayyor bo'lsanglar biz boshlaymiz. Faqat boshlashdan oldin kanalga like bosib obuna bo'lib qo'yinglar, keyin biz videoni boshlaymiz. Biz bo'lmasa bugungi videoni boshlaylik. Hatto bo'lsa biz ham qurishni boshlaymiz. Bo'lsa ketdik. Ungacha qishloqni nima qilayotganini ko'rib turamiz, obunachilar. Yo, mashinasiga salom bilan shu qishloqqa bugungi videoda biz Abdurazakka ketishimiz kerak bo'ladi. Bo'lmasa videoga like bosinglar va obuna bo'linglar. Qani bo'lmasa Abdurazakka nima qilayotganini ko'ramiz. Havo bo'lishlar. Qishloq hayincha mana shu joylarni qurib oldim. Men hali yana quraman, shu video chiqib turadi. Keyin yana videoni ko'rsataman. Havo bo'lishlar, mana qurgan narsamni yo'qlar, bunga men kerak emas. Biz uyimizni quramiz, nima uylar olmasdan qilib aytsangiz, chunki kreatingda hamma narsani olish mumkin, lekin qishloq bilmaydi nima olishi, shuncha nima olmasdan qurolmaydi, shuncha men yutaman deb o'ylayman. Balki u yutib qolishim mumkindir, yana bilmadim, lekin sizlar kanalga like bosib obuna bo'lib qo'ying. O'shandagina zo'r videolar chiqishi boshlaydi. Hozir biz uyimiz tomini qurib bo'lsa, tuyida biz uyimiz ichiga ne bo'lib qurishimiz shart emas ekan, qayta qurib qo'ysak bo'ldi ekan. Biz o'zimiz uyimizni qilsak, o'shanda bo'larkan. Aytganki, bu videoni challenge kim aytib ketganini masalan aytib ketsam, Sayfulloh bova aytib ketdi, menga yana shunaqa challenge chiqadi deb. Shuning uchun biz ham shunaqa challenge qilamiz. Agar sizlar ham kommentariyaga yozib ketsanglar, men ham shu challenge o'qiyman deb, men ham shu challenge qilaman. Hozir buni tomini ikki qavat 3 mana shundan qursam, hozir bitta ketadi, hozir chiqaringlar. 3 Babamızlıkın yerine biz şancha to'g'ri qo'yamiz, qo'yib, yuzini bir qurish shart emas. Buni qurib qo'ysam, qishloq nima qilayotgan ekan bilmadim, lekin qanaqa qurganini olmasa ko'rsataman, lekin o'zim ko'rolmayman. Chunki uni sizlar ko'rolasiz, ko'rolmaymiz. Bizning videomizni tomosha qilgan bo'lsa ham ko'rib turibdi, lekin men ko'rolmayman. Chunki men o'zimni bazamni qurishim kerak. Meni bu tayyor endi qishloqni kutish qoldi. Xo'p, qaranglar, men hozir o'zim uyimni qurib oldim endi. Chunki ozgina joylarni hozir kelgandan keyin ko'rsataman, men yutsam kerak. Chunki qishloqlarga endi. Yo'q, xo'p, obunachilar hozir 1 minut. Xo'p, obunachilar hozircha biz qishloqni ko'rishga ketyapmiz. Chunki ancha vaqtdan o'tib qoldi. Kechqurun tushda video qisqa bo'lib qolishi mumkin. Bo'lsa biz qishloqni ko'rishga ketdik. Taraflarga quruvdi. Qani boraylikchi, kim menikini ko'radi. Nima? Shu o'zini qurdimi bu qishloqchida? Uni mashtub tutgan edim, qurishlar jangi agar yutgan 100 million yutib oladi-da, bu nima qildi? Nima qildi shu paytgacha muncha eskirib ketgan. Men shu uyda olib kelgan edim seni. Bu yerda xohlagan uyni qursam bo'lardi-ku. Shunaqa g'alati uy qursammi sanami? Naqda bu meni o'zim bo'yimga o'rnab berasan, tushunding? Yo'q, undan ko'r, menikini ko'r. Ketdi, orqamdan tezroq kel. Xullas, u menikiga baho beradi, obunachilar. Uyim oldiga kelib, men unikiga baho beraman. Bo'lmasa boshladik. Xo'p. Biz qo'yishni boshlaymiz. Obunachilar endi o'zimizga qo'yishni boshlaymiz. Bu yerga qo'yib, men unikiga. Unda xafa bo'lmasligi uchun bundoq qilib, yo'q, bunaqa edi, mana shundoq qilib 5 qo'yamiz. YouTube markasini qo'shishni yo'q qo'shishi ham mumkin. Bu menga undan to'qqiz yaxshi bo'ravotman. YouTube bo'lsa 1 million pul ketib qolardi. Xo'p, obunachilar, men sizga bitta tanlov beraman, ya'ni kommentariyaga video chiqqandan keyin bitta tanlov beraman. Chet tarafda qishloq bilan yana o'yning, yoki Sayfulloh bova bilan. Agar Sayfulloh bova bilan chiqishni xohlasanglar, kommentariyaga agar qishloq bilan yana chiqishni xohlasanglar, men qishloqqa belgi qo'yaman. O'shanda sizlar
boshqa videoda boshqa material yozib qolmaydi. Xayr, sizlar bilan Abdunozir aka bo'ldim. Xayr.